Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan studiyada Maftuna Hojiboyeva. 21-iyul kuni Shavkat Mirziyoyev raisligida joriy yilning birinchi yarmida erishilgan natijalar va yil yakunigacha amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, narxlar barqarorligini saqlash hamda iqtisodiyotning tashqi xatarlarga tayyorligini oshirish masalalari muhokama qilindi. Yig'ilishda joylarda intervensiya tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilmagani oqibatida kartoshka pishiqchiligi davrida mahsulot narxi keskin pasayib ketgani qayd etildi. Natijada fermerlarda mahsulotni sotishga manfaatdorlik kamaygan va hozirda 325 ming tonna kartoshka sotilmay qolgan. Shuningdek, yilning yarmi o'tganiga qaramay Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Jizzax, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida meva-sabzavotni saqlashga mo'ljallangan birorta ham sovutgichli ombor ishga tushirilmagani tanqid qilindi. Mutasaddilarga yil yakunigacha umumiy quvvati 87 ming tonna bo'lgan 340 ta sovutgichli omborni ishga tushirish vazifasi yuklatildi. Yig'ilishda oziq-ovqat jamg'armalarini shakllantirish ishlari ham qoniqarsiz ekani qayd etildi. Hokimlar 2026-yil oziq-ovqat jamg'armalari hajmini 2,5 barobarga oshirib 500 milliard so'mga yetkazishi lozim edi. Biroq ayrim hududlardan tashqari deyarli barcha hududlarda jamg'armalarga mablag' ajratilmagani ma'lum qilindi. Prezident yig'ilishda global iqtisodiyotdagi noaniqliklar qancha davom etishini oldindan aytish mushkul ekanini ta'kidladi. Asosiy savdo hamkorlari iqtisodiyotidagi faollikning sekinlashuvi mahalliy korxonalar, ayniqsa eksportyorlar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi qayd etildi. Shu bois barcha rahbarlar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni oldindan hisobga olib, mavjud resurs va zaxiralarni safarbar qilishga tayyor bo'lish kerakligi ta'kidlandi. Yig'ilish yakunida vazirlar, tarmoq rahbarlari va hududlar hokimlari amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan hisobot berib, berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash bo'yicha rejalarini ma'lum qildi. O'zbekistonga chetdan yana 100 ming bosh qoramol va 150 ming bosh qo'y echki olib kelinadi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektorda ma'lum qilindi. Ma'lum bo'lishicha, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalariga ko'ra, ilgari ma'lum qilingan raqamlarga nisbatan qoramollar soni 2,1 million boshga, qo'y va echkilar soni 1,5 million boshga kam chiqqan. Birgina Qashqadaryo viloyatida qoramollar soni 171 ming boshga, qo'y va echkilar 288 ming boshga kamligi aniqlangan. Bu ushbu viloyat hisobidan bozorga 50 ming tonna go'sht va 120 million litr sut chiqmasligini anglatadi. Chorvachilik loyihalari uchun may oyida qishloq xo'jaligi jamg'armasidan 1 trillion so'm ajratilgan edi. Muammoni yechish uchun qo'shimcha ravishda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan yana 50 million dollar yo'naltirilishi belgilandi. Mazkur mablag'lar hisobidan chorva kompleksi tashkil etishga 5 milliard so'mgacha, naslli qoramolchilik uchun 20 milliard so'mgacha 10% kredit ajratiladi. Kreditlar 10 yil muddatga 4 yillik imtiyozli davr bilan beriladi. Yil yakunigacha chetdan 100 ming bosh qoramol va 150 ming bosh qo'y echki olib kelish vazifasi qo'yildi. Shundan kelib chiqib, go'shtni samolyotda olib kelish bo'yicha imtiyoz yil yakunigacha uzaytiriladi. Yig'ilishda davlat rahbari bozorda tovar va xizmatlar taklifini ko'paytirish orqali inflyatsiyani jilovlash vazifasi qo'yilganini eslatdi. Viloyat hokimlari yanvar-iyun oylarida inflyatsiyani 3% dan oshirmaslikni maqsad qilgan edi. Lekin Samarqand viloyatidan tashqari birorta hudud ham buni uddalay olmagani xabar qilindi. Davlat rahbari hokimlar va mas'ullar go'sht balansini viloyatlar kesimida qayta ko'rib chiqishni topshirdi. Qachon va qaysi davlatdan qancha go'sht olib kelish bo'yicha aniq reja tuzishi shartligi aytildi. 22-iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent-Samarqand yo'nalishidagi yangi yo'l qurilishini boshlab berdi. Bu haqda Prezident matbuot kotibi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Prezident Toshkent-Samarqand yo'nalishidagi yangi avtomobil yo'l qurilishini mamlakat transport infratuzilmasini rivojlantirishdagi navbatdagi ulkan tarixiy qadam deb atagan. So'nggi 10 yilda 78 trillion so'm hisobidan jami 128 ming kilometr yo'lda qurilish ta'mirlash ishlari bajarilgan. Davlat rahbari bugun sohada tom ma'noda yangi
davr boshlanayotganini ta'kidlagan. Qiymati qariyb 2,2 milliard dollar bo'lgan 6 polosali zamonaviy avtomagistralning umumiy uzunligi 282 kilometrni tashkil etadi. Loyiha doirasida 92 ta ko'prik, 28 ta yo'l o'tkazgich va 60 ta tunnel tipidagi o'tish joyi quriladi. Yo'lga og'ir va yuqori tezlikda harakatlanadigan transport vositalari qatnoviga chidamli monolit beton qoplama yotqiziladi. Tekis hududlarda soatiga 150 km tezlikda harakatlanish imkoni yaratiladi. Zamonaviy xavfsizlik yechimlari va raqamli qulayliklar yo'l transport hodisalarini keskin kamaytiradi. Yangi magistral ishga tushgach, Toshkentdan Samarqandga yetib borish vaqti 5 soatdan 2,5 soatga qisqaradi. Yo'l sutkasiga 60 mingdan 80 mingtagacha transport vositasini o'tkazadi. Yuk tashish tan narxi esa 20-24% ga pasayishi kutilmoqda. Toshkent-Samarqand yangi avtomobil yo'li hududlarda iqtisodiy faollikni yangi bosqichga ko'taradi. Jahon banki tahliliga ko'ra, bunday loyihalarga sarflangan har bir dollar investitsiya iqtisodiyotga 5 barobargacha qaytadi. Fitosanitariya talablarini eng ko'p buzgan O'zbekistonning 5 ta eksportchisiga Rossiya hududiga mahsulot olib kirish 23-iyuldan boshlab cheklanadi. Bu haqda Rossellxoznadzor matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu korxonalardan olib kelayotgan asosiy mahsulotlarni oq boshli va gulkaram, piyoz, ukrop, petrushka, uzum, lavlagi, pomidor va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari tashkil etadi. Qaror O'zbekistondan Rossiyaga olib kirilayotgan karantin nazoratidagi mahsulotlarda karantin obyektlarini aniqlash holatlari ko'paygani, shuningdek Rossiya hududida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va xavfli organizmlar tarqalishining oldini olish maqsadida qabul qilindi, deyiladi Rossellxoznadzor xabarida. Ma'lum qilinishicha, 2026-yil boshidan buyon O'zbekistondan yetkazib berilayotganda 132 ta karantin obyektlari, jumladan pomidorning jigarrang bujmayish virusli, Janubiy Amerika pomidor kuyasi, G'arbiy gul tripsi va lavlagi tomirlarining nekrotik sarg'ayish virusi aniqlangan. Xabarda cheklovlar joriy etilayotgan eksportchilar nomi keltirilmagan. Fransiya parlamenti 2027-yil yanvardan boshlab 15 yoshgacha bo'lgan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini taqiqlovchi qonunni qabul qildi. Shu tariqa Fransiya Yevropada bunday cheklovni joriy etgan birinchi davlatga aylandi. Bu haqda BBC xabar berdi. Qonunga ko'ra, mamlakat hududida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqchi bo'lgan barcha foydalanuvchilar o'z yoshini tasdiqlashi shart bo'ladi. Mazkur tashabbus bolalar ruhiy salomatligini himoya qilish va ularni internetdagi zararli kontentdan asrash maqsadida ishlab chiqilgan. Qayd etilishicha, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ushbu qarorni qo'llab-quvvatlab, uni yoshlar xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi muhim qadam sifatida baholagan. Qonun 2 bosqichda kuchga kiradi. Joriy yilning sentyabridan boshlab 15 yoshga to'lmagan shaxslar yangi ijtimoiy tarmoq akkauntlarini ocha olmaydi hamda yangi foydalanuvchilar uchun yoshni tasdiqlash majburiy bo'ladi. 2027-yil yanvardan esa ushbu talab barcha mavjud akkauntlarga ham tatbiq etiladi. Natijada Fransiyadagi barcha foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun kamida 15 yoshga to'lganini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Qonun kuchga kirgach, Meta, TikTok, Snapchat va X kabi platformalar Fransiya maxfiylik bo'yicha regulyatori tasdiqlagan yoshni tekshirish tizimlaridan foydalanishadi. Rossiya Davlat Dumasi yig'ilishida yangi qonun 2 va 3 yakuniy o'qishda qabul qilindi. Unga ko'ra, Rossiyada yoki mamlakat tashqarisida jinoyat sodir etib sudlangan xorijliklar hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga Rossiya fuqaroligi va yashash huquqi berilmaydi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Tegishli qonun Rossiya qonunchiligiga ko'ra jinoyat deb topilgan ishlarda ayblangan shaxslarga tegishli. Shuningdek, jinoyatning og'irlik darajasidan qat'iy nazar sudlanganlik holatining mavjudligi ilgari berilgan hujjatlarni bekor qilish yoki berishni rad etish uchun asos bo'ladi. Bunga vaqtincha yashash ruxsatnomasi hamda doimiy yashash guvohnomasi kiradi. Shuningdek, fuqarolik uchun topshirilgan arizalar ham rad etiladi. Yangi tartibga ko'ra 14 yoshdan oshgan xorijliklar Rossiya Ichki ishlar vazirligi hududiy organlariga vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnoma olish uchun ariza topshirganda sudlanmagani haqida ma'lumotnoma berishi shart. Agar sudlangan bo'lsa, ushbu jinoyat haqida ma'lumot beruvchi hujjatni taqdim etadi. Hujjat o'z
o'z mamlakatining vakolatli organlari tomonidan ariza topshirilishidan kamida 3 oy oldin berilgan bo'lishi kerak. Quyidagi shaxslar ushbu ma'lumotnomani topshirishdan ozod etiladi. 14 yoshga to'lmagan xorijiy fuqarolar, qochoq deb tan olingan, Rossiyada siyosiy yoki vaqtincha boshpana olgan shaxslar, Rossiya qurolli kuchlarida shartnoma bo'yicha xizmat qilayotgan yoki uning tarkibida harbiy harakatlarda qatnashgan harbiylar, ilgari ushbu hujjatlardan birini olishda yuqoridagi kabi ma'lumotnoma topshirgan vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnomasiga ega xorijliklar. Ukraina dronlari 22-iyul kuni tunda Krasnodar va Nevenomiskdagi Wildberries Marketplace'ning ikkita logistika markaziga hujum qildi. Bu haqda kompaniya rahbari Tatyana Kim xabar berdi. Ikkala ombordan ham xodimlar evakuatsiya qilingan, ammo ular orasida jabrlanganlar bor. Stavropol o'lkasi rahbari Vladimir Vladimirovning aniqlik kiritishicha, Nevenomiskdagi omborda sodir bo'lgan yong'inda 5 kishi jarohatlangan. Shifokorlar ularga joyida yordam ko'rsatgan. Mazkur omborga qilingan hujumda 3 kishi jarohatlangan. Ukraina bir hafta ichida Wildberries omborlariga 3-marta hujum qilmoqda. 18-iyul kuni Ukraina dronlari Moskva va Tambov viloyatidagi logistika markazlariga zarba bergan. Oqibatda 8 kishi halok bo'lgan, 80 ga yaqin kishi jarohat olgan. O'shanda ham omborlarda yong'inlar sodir bo'lgan. 20-iyulga o'tar kechasi Moskva shahri va shu nomdagi viloyatga 400 dan ortiq dron hujum qilgan. O'shanda Wildberriesning eng yirik logistika markazlaridan biri neft bazasi va sanoat parkida yong'inlar qayd etilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Wildberriesga qilingan hujumlarni omborlarda dronlar va navigatsiya uskunalari uchun qismlar saqlangani bilan izohlagandi. Logistika sohasi ekspertlarining dastlabki hisob-kitobiga ko'ra, Wildberries omborlariga qilingan hujum oqibatida umumiy iqtisodiy zarar 50 milliard rubldan oshishi mumkin. Omborlardagi tovarlarning aksariyati kredit hisobiga sotib olingan, ular uchun soliqlar to'langan, yetkazib beruvchilar oldidagi majburiyatlar esa saqlanib qolgan. 20-iyul kuni Germaniyaning Gamburg shahrida G'azo sektoridagi urush oqibatida halok bo'lgan bolalar xotirasiga bag'ishlangan ramziy tadbir o'tkazildi. Qayd etilishicha, tadbir doirasida Gamburg shahridagi Gamburg shahar hokimligi binosi maydoniga 10 ming juft bolalar poyabzali va halok bo'lgan bolalarning suratlari joylashtirilgan. Mazkur installyatsiya orqali tashrif buyuruvchilar urush oqibatida eng katta talofatni bolalar ko'rayotganini anglashi mumkin. Turli o'lcham va rangdagi poyabzallar sukunat hukm surayotgan maydonda urush qurboniga aylangan bolalarni eslatadi. Har bir juft poyabzal yoniga bolalarning suratlari qo'yilgan. Tasvirlarda esa kichik oyoq kiyimlar va ularning egalarining chehralari yonma-yon joylashtirilganini ko'rish mumkin. Maydon markazidagi kichik stol ustiga esa chaqaloqning surati, yumshoq ayiqcha va jajji poyabzallar qo'yilgan. Bu ramziy kompozitsiya urush oqibatida hayotdan ko'z yumgan eng kichik yoshdagi bolalar xotirasiga bag'ishlanganligini anglatadi. Bundan tashqari yana yuzlab shunga o'xshash chaqaloqlarning suratlari va ularning oyoq kiyimlarini ko'rish mumkin. AQSh harbiylari o'tgan tunda Eronga qarshi navbatdagi hujumlarini yakunladi va shu tariqa Amerika tomonidan amalga oshirilgan ketma-ket havo zarbalari 11-kechaga yetdi. Bu haqda 22-iyul kuni AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lum qildi. Bayonotga ko'ra, hujumlar davomida Eronning harbiy operatsiyalar markazlari, dengiz imkoniyatlari, aviatsiya angarlari, dronlar saqlanadigan omborlar hamda harbiy logistika infratuzilmasi nishonga olingan. Shuningdek, bu zarbalar Hormuz bo'g'ozi orqali harakatlanuvchi tijorat kemalariga tahdid solish imkoniyatini yanada cheklashga qaratilgan. AQSh harbiylarining ma'lumotiga ko'ra, hujumlar 21-iyul kuni kechqurun taxminan 75 daqiqa davom etgan. Washington so'nggi 3 oy ichida Eron Hormuz bo'g'ozidan o'tayotgan 30 dan ortiq tijorat kemasiga hujum qilganini bildirgan. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi vakili ma'lum qilishicha, AQShning so'nggi zarbalari oqibatida 50 nafar tinch aholi halok bo'lgan, 500 kishi yaralangan. So'nggi kunlarda urushda halok bo'lgan AQSh harbiylari soni esa 18 nafarga yetgan. O'tgan hafta AQSh prezidenti Donald Trump dam olish kunlarida amerikalik harbiylar halok bo'lganidan keyin Erondan qasos olishga va'da bergan. So'nggi bir hafta ichida Trump Erondan nishonga olinayotgan obyektlar ro'yxatini energetika inshootlari va ko'priklar hisobiga kengaytirish bilan tahdid qilib keladi.
Hindistonning shimoli-sharqidagi shtatida qurilayotgan tunnelda gaz portlab, uning bir qismi quladi. Hodisa oqibatida kamida 12 ishchi halok bo'ldi. Bu haqda BBC xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 20-iyul kuni sodir bo'lgan. Ayni paytda tunnel ichida qolib ketgan yana 13 nafar ishchini qidirish-qutqarish ishlari davom ettirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, portlash tunnelning taxminan 1,5 kilometr ichkarisida sodir bo'lgan. Qurilayotgan ushbu tunnel Testa daryosidan gidroelektrostansiya turbinalariga suv yetkazib berish uchun mo'ljallangan bo'lib, u davlatga qarashli Milliy gidroelektrostansiyalar korporatsiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan yirik loyiha tarkibiga kiradi. Hodisa tog' jinslari orasida to'planib qolgan metan gazining to'satdan portlashi oqibatida yuz bergan. Portlash natijasida zich, tutun va zaharli gazlar tarqalgan. Hukumat ham avariya metan gazining yonishi sababli sodir bo'lganini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, hodisa vaqtida tunnelning turli qismlarida jami 27 nafar ishchi bo'lgan. Ulardan 2 nafari tashqariga chiqishga ulgurgan, qolgan 25 kishi esa ichkarida qolib ketgan. Politsiya boshlig'ining aytishicha, hozirgacha 12 nafar ishchining jasadi topilgan. Qutqaruvchilar yana 13 kishini izlash ishlarini davom ettirmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.